Yerdagi podshoh o'zining missiyasini adolat bilan boshqardagina davlat qudratli va istiqbolli bo'ladi. Bugun olimlarimiz muayyan bir vaqt o'tib biz demokratiya, adolat va erkinlik deb atayotgan tartibotlarimiz va ta'limotlarimizning mohiyatida ayrim ziddiyatlarga to'qnash kelayotgan paytimizda diniy qarashlarni aytaylik ta'qibga olinayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Va bugungi urush, biz kuzatayotgan ixtiloflar va ziddiyatlar davlatlar bajarishi lozim bo'lgan, davlatlar ijro qilishi lozim bo'lgan inson himoyasi, inson kafolati, millatlar aro totuvlik va bag'rikenglik masalalari ham nihoyatda ziddiyatli talqinlarga duch kelayotganligi ham sabab bo'lyapti deb o'ylayman. Inson aslida katta kosmik koinotning kichik kosmik mikro elementi bo'lib hisoblanadi. Davlatning qudrati iymondan. Davlatning iymoni bo'lmog'i bu adolat bilan bog'liq bo'lgan xususiyat. Har qanday davlatni aql boshqarish. U aql bir odamning aqli bo'lmasa, undan-da afzaldir. Bizga Yevropadagi pragmatik, raqobatli, ba'zan murosasiz, qat'iyatli adolat kerak emas, bizga insonparvar adolat kerak deyapti muhtaram prezidentimiz. Assalomu alaykum. Tarix sahifalarida shunday shaxslar borki, ularning nomi faqat o'tmish bilan emas, balki bugun va kelajak bilan ham chambarchas bog'liq. Amir Temur ana shunday buyuk siymo bo'lib, uning davlatchilik, adolat va taraqqiyotga oid g'oyalari orqali butun bir davrning ma'naviy poydevori yaratilgan. Uning kuch adolatdadir degan shiori davlat siyosatining asosiy tamoyiliga aylangan va bu tamoyil bugungi kunda ham O'zbekistonda ustuvor ahamiyatga ega. Bugun biz Amir Temurning biz bilgan va bilmagan qirralari haqida so'z yuritamiz. Suhbatdoshimiz temurshunoslik sohasida faoliyat yuritayotgan olim, siyosiy fanlari doktori, professor To'lqin Alimardonov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ilk savolim shundan iboratki, barchamizga ma'lum, Amir Temur shaxsiga qiziqish har doim ortib borgan. Aynan bugungi kunda Amir Temur shaxsiga qiziqish nega yanada ortmoqda? Bu tarixga qaytishmi yoki yangi ilmiy yondashuv natijasimi? Bugungi kunda Amir Temur merosiga bo'lgan qiziqishning sababi nimada deganda, men bir ikkita muhim jihatlarni ajratgan bo'lardim. Birinchidan, bu davlatchilik ta'limoti. Amir Temur 35 yil mobaynida dunyo tarixida bo'lmagan, butun insoniyat va bashariyatni birlashtirgan, adolat va ezgulikka chorlagan va insoniyatning mohiyatini umuminsoniy qadriyatlar silsilasida ko'rgan ulkan bir imperiyani vujudga keltirishga erishgan shaxs edi. Bu imperiyaning mohiyati, bu imperiyaning ichki tartiboti va ta'limoti Amir Temur tafakkurining ne'mati va mahsuli edi. Ya'ni buyuk shaxslarning mahsuli hayotga, tarixga ana shunday buyuk ta'sirlari bilan o'zini ifodasini namoyon qiladi. Ana shu nuqtai nazarda bugun olimlarimiz muayyan bir vaqt o'tib biz demokratiya, adolat va erkinlik deb atayotgan tartibotlarimiz va ta'limotlarimizning mohiyatida ayrim ziddiyatlarga to'qnash kelayotgan paytimizda erkinlik va ozodlik, hurriyat va rivojlanish, taraqqiyot mezonlari qaysidir jihatdan boshi berk ko'chaga kirib qolayotganligidan ham tashvishga tushayotgan ziyolilar Amir Temur qoldirgan adolatli jamiyatning ta'limotiga bo'lgan ehtiyoji ortib boryapti. Mana biz bugun Yevropa mamlakatlari, ya'ni demokratiya oshxonasi, demokratiyaning bir ibodatxonasi deb nomlangan Rim imperiyasida ham yoki boshqa aytaylik Germaniya imperiyasida ham bugungi davlatchilik ta'limotida muayyan qadriyatlarni, ya'ni umuminsoniy qadriyatlarni toptilayotganligiga, milliy madaniy merosni, diniy qarashlarni aytaylik ta'qibga olinayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Shu nuqtai nazardan ham oxirgi tahlikali dunyoda Amir Temur qoldirgan adolatli jamiyatning tartibotiga bo'lgan ehtiyoj ortib boryapti. Ikkinchi masala shundan iboratki, ana shunday qudratli, tinchlik va barqarorlik, farovonlik va rivojlanishga xizmat qilishi lozim bo'lgan davlatning missiyasi muayyan ma'noda izdan chiqqanligiga guvoh bo'lyapmiz. Ko'ryapsizki, Yevrosiyo mintaqasida, undan tashqari aytaylik hududlarda
va qit'alarda bo'layotgan talatuf urushlar, o'zaro ziddiyatli to'qnashuvlar, davlatlar o'rtasidagi mojarolar, bular hammasi madaniyatlar o'rtasida to'qnashuvdan dalolat beradi. Va bugungi urush, biz kuzatayotgan ixtiloflar va ziddiyatlar davlatlar bajarishi lozim bo'lgan, davlatlar ijro qilishi lozim bo'lgan inson himoyasi, inson kafolati, millatlararo totuvlik va bag'rikenglik masalalari ham nihoyatda ziddiyatli talqinlarga duch kelayotganligi ham sabab bo'lyapti deb o'ylayman. Shuning uchun ham bugungi notinch dunyoda davlatning ta'limoti, yangi adolatli davlatchilikning mohiyati yana qad ko'tarayotganligida biz Amir Temur qoldirgan merosga bevosita murojaat qilishga majbur bo'lyapmiz. Amir Temur o'z davrida, ya'ni 14-asrda bugun biz aytayotgan demokratiyaning nihoyatda rivojlangan mezonlarini targ'ibot qilganligi va tuzuklarda o'zini ifoda etganligi bizni bugun hamma olimlarni hayratga soladi. Qarang, hokimiyatni egallagach deydi, men adolat bilan, ya'ni Turon taxtini egallagach, men adolat bilan davlatni boshqarishga jazm etdim deydi. Adolat bilan boshqarishga jazm etdim degan so'zning falsafiy mohiyatida qanday mazmun yotadi deb o'ylaysiz? Bugun biz ko'p hollarda bu so'zlarni ishlatmaymiz. Lekin adolat bu Xudoning xilqati. Bu ilohiy qudrat va bu osmonning energiya manbasi, ya'ni yerdagi podsho o'zining missiyasini adolat bilan boshqardagina davlat qudratli va istiqbolli bo'ladi. Shuning uchun ham biz bugun ko'p hollarda adolat, erkinlik so'zini ishlatganimizda erish tuyuladigan, ayniqsa yoshlarga qiziq tuyuladigan bir navbatdagi ma'naviy iboralar sifatida ishlatamiz. Aslida har bir so'zning ma'nosida yaratganning, ilohiy qudratning energiya manbasi mujassam. Biz ana shu ezgu maqsadlarga intilish asnosida qudratli davlatni va jamiyatni yaratishga erishamiz. Amir Temur bobomiz ana shu qadriyatlarning falsafasiga chuqur kirib borgan davlat arbobi sifatida shakllandi. Biz ko'pincha u kishini sarkardalik mohiyati haqida ham hali fikrlar aytamiz, lekin birinchi dastavval inson aslida katta kosmik koinotning kichik kosmik mikro elementi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni inson ezgulik va adolatga qanchalik mehr qo'ysa, uning xizmatida o'zini baxshida etsa, jamiyat shunchalik yuksaladi. Inson shunchalik kamolotga erishadi. Davlat esa qudratli bo'ladi. Ikkinchi bir fikrida shunday bir g'oyalarni ilgari suradi Amir Temur bobomiz. Davlatning qudrati iymondandir. Iymondan so'zini biz ko'pincha shaxsga yoki bir diniy taqvodor mulohaza sifatida ishlatamiz. Undan chiqdi davlatning iymoni bo'lmog'i bu adolat bilan bog'liq bo'lgan xususiyat. Shuning uchun ham biz bugun davlatchilik ta'limotini o'rganishga bo'lgan ehtiyojimiz ortib borayotganligi hech mubolag'a emas va G'arbning olimlari, Sharqning olimlari, xususan Hindiston va Xitoyning konfutsiylik ta'limoti bilan to'yingan olimlari Amir Temur qoldirgan Temur tuzuklaridagi falsafaga bo'lgan ehtiyoji tobora ortib boryapti. Chunki yer, osmon, jamiyat falsafasi bu bir butun yaxlit tushunchalar. Ana shu tushunchalar asosida davlatni to'yintirish, davlatning mohiyatini belgilash, urvolishlanishning istiqbolini tashkil qiladi. Har qanday davlatchilik konsepsiyasining o'ziga xos milliy xususiyatlari bor. Umumiy va milliy xususiyatlari. Umumiy xususiyatlari nimalardan iborat? Ya'ni davlatni munosiblar boshqarishi kerak. Uning qudratini, xavfsizligini, taraqqiyot va farovonligini siyosiy elita ta'minlaydi. Siyosiy elita yaxlit tushunchalarga, siyosiy mohiyatga va ulug' maqsadlarga o'zini baxshida etadigan maqsadlarda aytaylik jipslasa, uyushqoqlik va tirishqoqlik vujudga kelsa, bunday davlat albatta rivojlanishga yuz tutadi. Amir Temur ana shunday falsafaning mohiyatini Temur tuzuklarida ifoda etgan davlat arbobidir. Ikkinchi masala shundan iboratki, har qanday davlatni aql boshqarishi kerak. U aql bir odamning aqli bo'lmasa, undan-da afzaldir. Chunki aql kuchdan alohida bo'lishi kerak. Kuch aqlga xizmat qilishi lozim. Amir Temurning bosh maqsadi ham shunda. Kuchning aqlga xizmat qilishi huquqiy va qonuniy davlatning vujudga kelishiga xizmat qiladi. Shuning uchun ham
Ikkinchi masala qarang, aqlli odamlar, ya'ni aql boshqarish kerak. Hokimiyatlarning taqsimoti, qonuniy aytaylik maqsadlarning ro'yobga chiqishi muammosi bu jamiyatni birlashtiruvchi omil. Qaysiki insonning aqli va shijoati aql tarozisida sinab, boshqalardan afzal ekanligini bilsam, u insonni amir lavozimiga lozim ko'raman deydi. Va keyinchalik qilgan mehnatlariga yarasha lavozimida ko'tarib boraman deydi. Bugungi til bilan aytganda yoki siyosiy liberalizmning ta'limotida aynan biz bugun KPI deymiz yoki aytaylik kadrlar texnologiyasiga taalluqli bo'lgan professogramma programmalari bor. G'arb ilgari surayotgan professogramma. Bugungi kunda biz ham shuni tatbiq etishga harakat qilyapmiz. Bu narsa 14-asrda amalga oshirilgan. Aqlli, shijoatli, sinov tarozisida tortib ko'rib, boshqalardan afzal ekanligini bilsam, amir lavozimiga tayinladim deydilar. Demak, hozirgi kunda O'zbekiston siyosatida ham mana shu Amir Temurni, mana shu olib borgan siyosati davom etyapti ekanda, qaysidir ma'noda. Chunki mana sud huquq tizimi, ta'lim sohasida, ma'naviyat sohasida yoki obodonlashtirish, umuman hamma sohasida demak Amir Temurning mana shu odilona yuritgan, adolatli yuritgan siyosati yurtimizda davom etyapti ekan. Albatta, biz Amir Temur bobomizdan olishimiz lozim bo'lgan saboq ham shunda. Bobomiz yaratgan ulkan merosning jahon miqyosida qiziqish uyg'otishining sababi ham shunda. Bugun davlatlar qudratli bo'lishni xohlaydi. Bugun davlatlar yetakchi bo'lishni xohlaydi. Shu jumladan O'zbekistonning oldida ham ana shunday ulug' maqsadlar yotibdi. Lekin ko'pchilik davlatlar va xalqlarda Amir Temurdek ulug' va buyuk madaniy meros qoldirgan shaxslar nihoyatda sanoqlidir. Shunday ekan, biz ham bugun O'zbekiston taraqqiyotida o'zini oldiga qo'ygan yuksak strategik maqsadlari yo'lida Amir Temur bobomizning o'gitlaridan oqilona foydalanish, uni yangi ishlab chiqarish, innovatsion, texnologik sohalarga tatbiq etish omillarini, xoh iqtisod deysizmi, xoh siyosat deysizmi, xoh soliq deysizmi, xoh ijtimoiy himoya deysizmi, bularning aytaylik hammasining mazmuni mohiyati Temur tuzuklarida mujassam. U kishi aytadilar, suv chiqmagan, toshloq, koriz, aytaylik qolib ketgan bir tashlandiq yerlarni o'zlashtirgan dehqonlarni 3 yil soliqdan ozod qilingiz deydi. Qarang, bu imtiyoz, bu sharoit. Ya'ni dehqon mana shu toshloq yoki aytaylik suv chiqmaydigan, qolib ketgan, e'tibordan qolib ketgan yerlarni obod qilishdan manfaatdor. Birinchi yili soliqdan mutlaqo ozod qiling, ikkinchi yili hamma qatori qilib bersin, uchinchi yili esa soliq talablariga muvofiq to'lovlarni amalga oshirsin deydilar. Bu 14-asrda aytilgan fikrlar, hattoki Nobel mukofotini olgan Samuelsenlarni ham hayratga soladi. Amir Temur bobomiz qoldirgan buyuk merosni o'rganishga kirishdik. Lekin endigi meni nazarimda mutaxassis sifatida shunday bir xulosaga kelyapmanki, Amir Temur bobomiz qoldirgan buyuk merosda tarixiy bayonlar va e'tiroflardan farqli o'laroq, endi u kishi qoldirgan davlatchilik merosi va ta'limotini, falsafasini o'rganishimiz kerak. Falsafasini yoshlarga singdirishimiz kerak. Jasoratlilik nima? Adolatlilik nima? Ezgulik, yaxshilik, bularning hammasi taraqqiyotning omillari va mezonlari bo'lib xizmat qiladi. Bizga Yevropadagi pragmatik, raqobatli, ba'zan murosasiz, qat'iyatli adolat kerak emas. Bizga insonparvar adolat kerak deyapti muhtaram prezidentimiz. Har bitta insonning qadr-qimmati e'tirof etilishi kerak. Shuning uchun ham mahallalarga barcha aytaylik resurslarni tushirishi, hokimiyat bo'g'inlarini mahalla darajasiga tushirishi, barcha aytaylik davlat organlarini mahalla darajasidan boshlanishining mezonlari ham insonni qadrlash. Biz ko'pincha foydani orqasidan quvish, foydani orqasidan har qanday narsaga erishish, pragmatik, beshafqat g'oyalarni g'arbdan olishimizga bog'liq bo'lgan bir xatti-harakatlarni ba'zan guvohi bo'lganimizda achinamiz. Bu noto'g'ri narsa. Biz Sharq har doim ham insoniy qadriyatlarni
uning qadr-qimmatini har narsadan ustun ko'rganmiz. Foydadan ham, ba'zida taraqqiyotdan ham. Amir Temur bobomizning davlat boshqaruvidagi tizimi va Temur tuzliklaridagi g'oyalari bugungi davlatchilik uchun qanday saboqlar bera oladi? Albatta, Temur tuzuklari bu nafaqat Amir Temurning nabiralariga qoldirgan bir pan-nasihati, balki turkiy davlatchilik imperiyalariga xos bo'lgan davlat boshqaruvining dasturi amalidir. Buni bugungi til bilan davlat konsepsiyasi deymiz. Mana bugungi kunda ham davlatimizning turli sohalarida ayni paytda davlatimizning umumiy taraqqiyot strategiyasi mavjud. Taraqqiyot strategiyasi sohalar bo'yicha rivojlanishning o'ziga xos omillarini belgilab beradi. Ana shu ma'noda Temur tuzuklari ham o'z davrining davlat konsepsiyasi sifatida turli sohalarni, masalan, harbiy sohada islohotlarga hayron bo'lib qaraymizki, o'sha davrda u kishi aytadilar, har bir sipohning oylik maoshi minib yurgan otiga munosib bo'lsin deydi. Bahodirlarning maoshi 2 otning bahosiga belgilansin deydi. Yuzboshining maoshi o'nboshiga nisbatan 10 karra yuqori bo'lsin deydi. Ya'ni differensial yondashuvni ko'ramiz. Bahodirlar tarxun deb atalgan. Tarxunlar mana shunday aytaylik, davlat yig'ilishlarida chaqiruvsiz, taklifsiz bemalol ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan, ayni paytda joylarda Amir Temur bobomizning nomidan ham tegishli ko'rsatmalar va tanbehlar berish vakolatiga ham ega bo'lgan. Ko'rdingizmi? Mana bunday davlat boshqaruvining o'ziga xos elementlari adolatli jamiyatni boshqarishga xizmat qilgan. Amr etdimki deydi, jangda jasorat ko'rsatgan mard xiromand minib yurgan otiga nisbatan 2 karra ko'p miqdorda oylik olsin deydi. Mana so'zimning isboti. Mana shunday jumlalar ko'pki, bular bevosita jasorat ko'rsatish, bu ma'naviy holat bo'lsa, aytaylik, ma'naviyatning ham qiymati bo'lishi kerakligi Temur tuzuklarida o'zini tasdig'ini topgan. Rahmat. Hozirgi kunda yurtimizda temurshunoslik sohasi bo'yicha ham qanday ilmiy yutuqlarga erishildi? Albatta, bugun buyuk bobomiz Amir Temur merosiga bag'ishlangan badiiy, adabiy, tarixiy, siyosiy, falsafiy asarlar oldingiga nisbatan ancha ko'paydi. Ko'payganligining sirini ham, asrorini ham mana siz bilan biz baham ko'ryapmiz. Yana shunday bir muhim bir xosiyat va saboq borki, bu xosiyat shundan iboratki, qanday qilib 150 yil toptalgan va xo'rlangan, Mo'g'ullar istilosidan aziyat chekkan, dini va qadriyatlaridan ayrilgan xalq 35 yilda ichida shunday qudratli imperiyani tashkil etishga erishdi. Bunday olib qaraganda bu gaplar bir afsonaga to'yingan gaplarday, fikrlarday. Shaxs qanday qilib bir o'zi shunday imperiyani vujudga keltirishga erishadi? Uning siri sinoati nimada degan savol bizni aytaylik qiziqtiradi. Shuning uchun yoshlarimizga va bugun aytaylik qalam tebratayotgan hamkasb do'stlarimizni qiziqtirayotgan narsa shaxsning muhabbati, shaxsning sadoqati, shaxsning vatanparvarlik tuyg'usi, erkinlik va ozodlik, hurriyatga intilgan cheksiz siymosi bu nihoyatda katta kuch ekanligi bizga yana ayon bo'lib boryapti. Amir Temur siymosi ham ana shunday erkinlik, hurriyat, ozodlik va muhabbat tuyg'usi bilan to'yingan shaxs timsolini ko'rish mumkin. Pirimqul Qodirovdan tashqari mana buyuk xalqimizning sevimli adibi Muhammad Ali aka ustozlarimizning ham trilogiyasi e'lon qilindi mana shu mustaqillik yillarida. Mana shu 4 ta farzandiga bag'ishlangan asar bugungi kunda noyob. Ayni paytda bu asarning noyobligi aynan tarixiy manbalarga asoslanib yozilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Hozir Amir Temurni harbiy san'atiga alohida urg'u berdiz. Shu o'rinda savol tug'iladi. Amir Temurning harbiy strategiyasi va taktikasi uning muvaffaqiyatida qanday ahamiyatga ega bo'lgan? Juda o'rinli savol berdingiz. Avvalambor uning muvaffaqiyati strategik ta'limoti tabiat bilan uyg'unlashgan ta'limot edi. Tabiatdagi kuch, shamol kuchi, qum kuchi, quyosh kuchi
suv kuchi, bularning hammasini Amir Temur o'zining ta'limotida, harbiy sanoatida tadbiq etishga erishadi. Ya'ni quyoshga qarab bormaslik, shamoldan foydalanish, tepaliklardan foydalanish, o'rmon, changalazor, bular albatta o'ziga xos geostrategik ta'limotlarining mohiyatida bo'lgan. Ya'ni u kishi aytadilarki, ana shu tabiat bilan uyg'unlashtirilgan insonning irodasi har qanday kuchli bo'lgan armiyaning ustidan ham g'olib kelish mumkin bo'lgan amaldir deydi. Ya'ni amalsiz 1000 kishidan ko'ra bir amalli sipoh afzaldir degan falsafaning mohiyatida ana shunday strategik ta'limot yotadi. Ya'ni strategik ta'limotlarning eng asosiylaridan yana bittasi bu mafkuraviy tazyiq o'tkazish. Masofadan turib mafkuraviy tazyiq o'tkazish. G'animning aytaylik kuchidan, imkoniyatidan va zaif tomonlaridan xabardor bo'lish va shunga munosib tartibda muayyan aytaylik qarorlar qabul qilish Amir Temurning siyosiy strategiyasini mohiyatini tashkil etgan. Ibn Arabshoh o'zini asarida shunday deb yozadi. Amir Temurni sipohlari shunchalik darajada yaxshi ko'rar edilarki, agar Amir Temur mabodo o'zini payg'ambar deb e'lon qilsa, unga hech shubha yo'qki, barcha sipohlar unga rozi bo'lardilar deydi. Mana shunday Amir Temurning jasorati, mardligi, sarkardarlik mahorati albatta ko'plab afsonalarning ham tug'ilishiga sabab bo'lgan. Amir Temur bobomiz haqida hech kim bilmagan sirli voqealar, hodisalar yoki manbalar, tarixiy qo'lyozmalar hozir ham bormi? Bu masalaga bir yoqlama javob berish nihoyatda og'ir. Yo, olim sifatida o'zizni mana izlanishlaringizdan. O'zimni izlanishlarimda hali biz aytaylik Amir Temur siymosini o'rganishga doir turli xil va qarama-qarshi fikrlarga kirib borganimizcha yo'q deb hisoblayman. Mana birgina Ubaydulla Uvatovning Amir Temur arab muarrixlari nigohida degan asarida dastlabki aytaylik kirish qismlarida hali Amir Temur haqida yozilgan Misr olimlari, Suriya olimlari tomonidan 16 tagacha sanaladi. Asarlar tarjima etilmaganligini nomma-nom nomlab o'tadilar. Bizni bugun qiziqtiradigan jihat ham shundaki, o'sha o'zi bilan yurgan yoki o'sha davrda yashab eshitgan, ko'rgan, kuzatganlarini yozgan muarrixlarning fikrlari bugungi aytaylik yozayotgan asarlarimizni, bugungi Amir Temur siymosini yaratishga va uni yanada kengroq targ'ib etishga bo'lgan harakatlarimizni boyitishga albatta xizmat qiladi. Lekin hali hamon bular tarjima etilgan emas. Ya'ni biz bilmagan hali manbalar ko'p. Juda ko'p manbalar. Men oxirgi 2 yilda Turkiyada ham shu haqida ma'ruzalar qildim. Borishdan avval alohida o'rgandim. Oxirgi 2000-yildan to 2006-yilgacha 20 dan ortiq Amir Temur bobomiz va Boyazid Yildirim hazratlariga bag'ishlangan 20 dan ortiq asarlarni guvohi bo'ldim. Bular turk tilida yozilgan. Hali birontasi O'zbekistonga tarjima qilingan emas. Nima uchun tarjimonlar kammi yo tarjima qilish qiyinmi? Avvalambor mutaxassislar masalasi. Men boya gapimni boshladim. Haligi manbashunoslar masalasi bir paytlar Xudo rahmatli Ubaydulla Uvatov o'zlari aytadilar. Shu meni qiynaydigan narsa shogirdlarim arab tilida manbalarni o'qib tarjima qilishga hech toqatlari yo'q. Ozroq yuzaki arab tilini o'rgansa-yu, shu boshqa ishlarga sho'ng'ib ketsa, mana shu kayfiyat meni tashvishga soladi. Va biz bugungi kunda shu matnlarni o'sha davr tili va tushunchasiga hamohang tarzda tarjima qiladigan mutaxassislarga jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak deb aytuvdilarda. Shu ma'noda bugun men ham bir tomondan xursand bo'laman, yana bir tomondan tashvishga tushaman. Tashvishga tushishim sababi nimada? Yaqinda Amir Temur xalqaro jamg'armasining tashabbusi bilan Ali G'iyosiddin bobomizning Hindiston kundaliklari e'lon qilindi. Va u kitobni tarjima qilgan olima opamiz hurmatli Ra'no Qobilova bo'lib hisoblanadi. Vaholanki bu kitob allaqachon oldin yozilgan edi. Mana shu fikrlarimni ham berishingizni xohlardim-da. Nega shu 20 yil oldin yozilgan kitoblarni biz nashrga chiqarishga
jur'at etmaymiz yoki e'tibor qilmaymiz. Bunda ham menimcha qandaydir ma'noda davlatning izchil, aniq va manzilli siyosat kuchi zarurga o'xshab tuyulyapti. Faqat olimlarning ijodiy aytaylik holatiga tashlab qo'yish, bunday katta manbalarni qayta o'girish va ularga sarf etiladigan xarajatlarni ko'tarish qurbiga ega emas ular. Mana masalan, o'sha Ubaydulla Uvatov o'zlarini kitoblarida ham yozgan. Vaholanki Ibn Arabshohning Amir Temur ajoyibotlari tarixiga bag'ishlangan kitobi 1972-yil tarjima qilinib, ilmiy tadqiqot sifatida dunyoga kelgan bo'lsa-da, u faqat 1992-yil nashr etiladi. Oradan 20 yil o'tib Ibn Arabshohning tarjimasiga guvoh bo'ldik. Bu albatta bugun ham qandaydir ma'noda o'ziga xos kamchiliklariga ega. Eng katta matnshunoslarimizdan birini deb men Dilorom Yusupovani bilaman. Shu nuqtai nazarda oxirgi 50 yil mobaynida yaratilgan Yevropadagi tadqiqotlarda bosqinchi, zolim hukmdor sifatida Amir Temur siymosini yaratishga bo'lgan urinish nihoyatda katta aytaylik tuhmat balolarni yog'ilishiga sabab bo'ldi. Lekin haqiqat bor. Haqiqat albatta qaror topishiga biz bugun yana bir karra guvoh bo'lyapmiz Amir Temur bobomiz siymosida. Chunki oxirgi yillarda yosh tadqiqotchilar Angliyada ham, Amerikada ham, hattoki Rossiyada ham Amir Temur bobomizning haqiqatda bir fenomen shaxs sifatidagi fazilatlarni ochishga bag'ishlangan asarlarni ham yaratyapti. Ana shulardan biri Alik Zotov. U kishi aytadilarki, Amir Temur bobomiz Yevrosiyo mintaqasida, ayniqsa Angliya bilan Fransiyaning o'rtasida 100 yil davom etgan urushlarni to'xtatgan va barcha aytaylik Markaziy Osiyo va Kavkaz yurtlaridagi talonchilik, Ipak yo'li yo'nalishidagi qaroqchiliklarga izn bergan katta bir arbob sifatidagi faoliyati bilan shu hududda 20 yil tinchlik va barqarorlik, osuda hayot hukm surdi. Bu Amir Temurning qoldirgan yuksak siyosiy merosi edi deydilar. Bugungi yoshlar Amir Temur siyosatidan, uning asarlaridan qanday saboq olishi kerak? Yangilanayotgan jamiyatimiz o'zining tarixiy merosini qanchalik chuqur bilsa, uning qadriyatlariga qanchalik suyansa, u istiqbol taraqqiyotini shunchalik ishonchli va mustahkam rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham biz aytishimiz mumkinki, o'tmish avlodlarimizning ruhi bizga har doim madadkor va bizga har doim qudrat berib turuvchi muhim omil bo'lib hisoblanadi. Jasoratga, vatanparvarlikka, insoniy fazilatlarga to'yingan ota-bobo merosimizning davlatchilik ta'limoti albatta biz intilayotgan, bugun rivojlanayotgan taraqqiyotimizning poydevori bo'lishi shubhasiz. Shuning uchun yoshlarimiz ota-bobolarimizdan namuna olish, saboq olish, ularning qoldirgan merosidan faxrlanish his-tuyg'usining o'zigina bizni aytaylik mustahkam o'zbek millati bo'lib shakllanishimizga xizmat qilishi shubhasiz. Suhbatimiz so'ngida shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, Amir Temurning adolatga asoslangan davlatchilik g'oyalari bugungi O'zbekiston taraqqiyotida o'z ifodasini topmoqda. Zero qonun ustuvorligi, inson qadri va adolatli jamiyat yaratish bugungi kunda bizning davlatimizning asosiy mezonidir. Shuning bilan bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana bir bor ustoz, sizga tashrif uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.